Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar. Mana shu bizlar territoriyamizga qiziq videolar tashlab boramiz. Mana daryo, buloq, mana tom, shunaqa zallari bor. shu katam. Mashq qiladigan zallari, yotoq joylari bor. Lagerlarni qabul qilamiz deyapti. Mana shu yaxshi xonalari bor. Ichkari kirib ko'ramiz. Ha, endi ana qilibdi. Mana shu kelaverishda o'ng qo'l tarafga. Yana bitta anavsi bor, bitta men birga o'qishtirishim kerak, Nodirni uyga yotgan. Mana shunday zallari bor, mana shunday. Hamma sharoitlari bor. Toshlar ko'taradigan toshlar bular. Mana Qo'ysin opaning izlari mana. Mana shu zalga bir ikki so'z shirin gap gapiring. Mana yozuvlar mana haqiqatan ham mana oltin meros bizlarga mana shunday sharoitlarni yaratib, plakatlar qilib bergan sharoitlarni mana hamma sharoitlar mana kartalari bor mana. Qo'ysin opaning nomiga. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. Sizlar uchun mana shu zalni qurdik, balalarim qurdi. Kelinglar, shug'ullaninglar. Hammalaringizni taklif qilamiz. Lager bolalari uchun yotoq joylarimiz ham bor. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Kelinglar, kutib qolamiz. Rahmat sizlarga. Mana shunday sharoitlar bor, mana shunday kelinglar. Mana lagerlardan qabul qilamiz deyishyapti. Hamma sharoit bor mana. Zallari kattakon mana baland. Shug'ullanayotgan balalarimiz ham bor. Mana bittasi kelibdi bugun ham. Ana shu balani ham ko'rsating. Mana shu bala hozir boshlarman zanimasa qilishdi hozir. Bemalol bir oylar bultir ham shug'ullanadi. Qilyapti, mana balalar kelish boshlayapti asta-asta. Mana kelinglar. Qo'ymovdi-ku. Yo'q, sharoitim yo'qdi. Bu yil Xudoga shukr sharoit bor. Suyuklari bor kechga. Qurilish bo'layotdi. Mana yo'lning chap tomoniga mana bunday hovuzlari bor. Buloq suvlari bor, tiniq suv. Mana tiniq suvlari bor, ziloldek.